Assalomu alaykum. Biz uzoq yaqindan kuzatayotgan qadrdonlar, boshlagan kunlarimiz barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin. Bugungi kunimiz 6-may chorshanba kunida turibmiz. Inshaalloh biz qisqacha narx-navolarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Videolarimizni ko'rishdan oldin bizga like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab duo qilib tursalaring, inshaalloh narxlarni chiroyli qilib yoritamiz. Bu to'sinlarimiz 6 metrli to'sinlar, xudo xolasa. Holatlari zo'r. Holatiga qilib terilgan. Narxlari xudo xolasa 180 mingdan 220 ming so'mgadir kelishilgan holatda qilib beramiz. Holatlari juda go'zal, xudo xolasa. Bularimiz 4 metrli to'sinlarimiz, abishni to'sindan boy to'singadir 70 ming so'mdan 110 ming so'mgadir. Bular ham holatiga qarab. Bularimiz 4,5 metrli, 5 metrli to'sinlarimiz. Mana 4,5 metrlilari 110 ming so'mdan 130 ming so'mgadir. O'zini holatiga qarab bular ham akalar. Xo'p, bular 5 metrlilarimiz mana holatlari yaxshi. 5 metrlilarimiz 150 ming so'mdan 180 minggadir. O'sha birinchi pachkamiz 150 ming so'm, yonidagilari 170 ming so'm. Ro'paramizdagilar 4,5 metrli. Mashlarimiz 125 ming so'mdan. Bunisi 5 metrli saroblarimiz. Holatlari yaxshi. 5 metrli saroblarimiz asli 60 ming so'mdan 80 ming so'mgadir. Hozir yana davomlarini ko'rsatamiz. 5 metrli saroblarimiz mana 60 ming so'mdan 80 minggadir holatiga qarab. Bularimiz ham baquvvat 5 metrli to'sinlarimiz. Ichigadir bir xil. Bularimiz 180 ming so'm. Xudo xolasa ulgurji savdo qiladigan, ko'proq narsa oladigan odamlarga ulardan ham undan ham tushib beramiz, xudo xolasa. Bu 5 metrli strapilar ustun shunaqalarga ishlatiladi. Bular 35 ming so'mdan 45 ming so'mgadir holatiga qarab. 4 metrli chorqirab reznoylarimiz narxlari 50 ming so'm. Qarilarimiz ham bor, xudo xolasa. 4 metrdan 6 metr, 7 metrgadir. Razmerlari 18, 20. Kimga qanaqa razmer zarur bo'lsa, 80 ming so'mdan 130 minggadir metrlari. Bu aradan chiqqan to'sinlarimiz uzuni 4 metrli. Narxlari 90 ming so'm. Uni ham kelishtirib beramiz. 3 metrligi 60 ming so'm, 2,5 metrligi 45 ming, 2 metrligi 30 ming so'm. Lapet vassalarimiz holatlari zo'r, xudo xolasa yaxshi terilgan. Bularda hop 15 ming so'm qilib beryapmiz. Endi abishni vassalarimiz bor. Abishni vassalarimiz mana 10 ming so'm. Holatlari zo'r bularni ham, xudo xolasa hali 10 ta, 9 ta, 12 ta qilib terilmagan. 14 ta, 15 ta, 16 ta, 17 tagadir terilgan. Holatlari zo'r. Xolasangiz donabay, xolasangiz kvadratiga qilib beraveramiz inshaalloh. Donabay olib foydalanadigan sotuvchi akalarimizga ham xudo xolasa yo'lida qilib arzon qilib beraveramiz. Kimga qancha zarur bo'lsa inshaalloh cheklanmagan miqdorda bor. Videolarimizda kamchiliklariga endi uzr so'raymiz akalar. Xudo xolasa kimga qanaqa material zarur bo'lsa ikkilanmay aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kamina Taxta bozorida. Kunlaring xayrli bo'lsin. Salomat bo'linglar akalar. Inshaalloh 10 milliongadir 10 milliondan yuqori savdo qilgan insonlarga Andijon, Namangan bo'ylab xudo xolasa dastavkalariga qilib beramiz inshaalloh. Qolgan joylarga ham kelishilgan holatda dastavkalarni ham qilaveramiz inshaalloh. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.